Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Bunyodkor klubi Rivaldo bilan hisob-kitob qilinmagunicha yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Bu haqida FIFA 23-iyun kuni qaror qabul qilgan. Assotsiatsiya 2-iyul kuni mazkur taqiq haqida ligani rasman ogohlantirdi. Avvalroq Bunyodkor braziliyalik sobiq futbolchisi oldida yuzaga kelgan qarzdorlikni rasman tan olgan bo'lib, keyinchalik uni 5 yil davomida bosqichma-bosqich to'lab borish yuzasidan Rivaldo bilan kelishuvga erishgan edi. 2024 va 25-yilgi mavsumlar davomida klub 5 yillik kelishuv doirasidagi majburiyatlarini bajardi. Biroq 2026-yilga kelib klub ta'sischisi va bosh homiysi hisoblangan O'zbek Neftgaz Bunyodkor futbol klubini moliyalashtirishni to'xtatgach, klub joriy yilning may oyiga qadar amalga oshirilishi kerak bo'lgan qarzdorlikning navbatdagi to'lovini bajara olmadi. Shundan so'ng Rivaldo FIFAga qayta shikoyat kiritdi. Qo'shimchasiga Bunyodkor bilan tuzilgan 5 yillik kelishuv shartlari va unda nazarda tutilgan chegirmalar ham bekor qilindi. Ma'lumot uchun O'zbekistonda yozgi transfer oynasi 10-avgustga qadar davom etadi. Endilikda Bunyodkor yangi futbolchilarni liga ro'yxatidan o'tkaza olmaydi. Klub mavjud futbolchilar bilan mavsumni yakunlashi, shuningdek taqiq kuchga kirguniga qadar Bunyodkor akademiyasi tarbiyalanuvchisi sifatida FIFA ro'yxatidan o'tgan mavjud bo'lgan yosh futbolchilarnigina keyinchalik o'z qaydnomasiga qo'shishi mumkin. Joriy yilning 23-iyun sanasidan keyin Bunyodkor futbol akademiyasiga qabul qilingan yosh futbolchilar ham mazkur taqiq doirasida klub uchun ro'yxatdan o'ta olmaydi. O'z vaqtida Andijonda faoliyat olib borgan Artyom Petrosyan hamda Sunnatulloh Hamidjonov oldidagi qarzdorlikni undirish to'g'risida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tegishli qo'mitasi qaror qabul qilgan bo'lsa-da, klub qo'mita belgilab bergan muddatga qadar ham qarzlarni yopmagan. Bu esa klubga nisbatan transfer taqiqiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, Samvel Babayan bilan hamkorlikda faoliyat olib borgan murabbiylar shtabi ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Tez orada O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qo'mitasi mazkur ishlarni ko'rib chiqishi kutilmoqda. O'tgan mavsumni Istanbul Bashakshehirda Romadan ijara asosida o'tkazgan o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov to'laqonli turk klubi o'yinchisiga aylandi. O'tgan mavsumda jamoamiz safiga ijara asosida qo'shilgan Eldor Shomurodovning shartnomasidagi majburiy sotib olish bandi kuchga kirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisining sotib olish bandida ko'zda tutilgan 2 yillik shartnomasi rasman amalga kirdi. Eldor Shomurodovga to'q sariq ko'k libosimizda yanada katta muvaffaqiyatlar tilaymiz hamda ushbu kelishuv klubimiz va futbolchimiz uchun xayrli bo'lishini tilaymiz degan turk klubi matbuot xizmati xabarida. O'zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev Fransiya Paragvay uchrashuvidagi boshqaruvi uchun nufuzli Arxivo VAR portali tomonidan 10 ballik tizimda bir bahoga loyiq ko'rildi. Nashr buni Jahon chempionati 2026dagi eng yomon hakamlik deb atadi. Ushbu kunni o'zbekistonlik hakam aniq unutishga harakat qilish kerak. Uning ishida biror bir ijobiy jihatni topish qiyin. Futbolchilar o'rtasidagi janjal va to'qnashuvlar paytida u xuddi kichkina bolaga o'xshab qoldi. Unda na obro'-e'tibor va na o'yindagi kuchlanishni nazorat qilish qobiliyati ko'rindi degan Arxivo VAR portali. Shuningdek, sobiq futbolchi Roykin ham Fransiya terma jamoasiga Desire Douega qarshi ishlatilgan qo'pollik uchun Ilgiz Tantashev penalti belgilagan haqida ham fikr bildirdi. Mening nazarimda bu shunchaki o'g'rilik. Bu yerda umuman penalti yo'q deb hisoblayman. Due juda oson yiqildi. Hakam esa bunga butunlay laqqa tushdi. Paragvay hech narsa qilmasdan turib jazolanganini his qilayotgan bo'lsa kerak. Menga qolsa Fransiyaga katta sovg'a taqdim etildi va bu qaror butun o'yinni o'zgartirib yubordi. Odamlarning VARdan g'azablanishiga aynan mana shunday holatlar sabab bo'ladi. Takroriy lavhani ko'rib, o'zingga o'zing savol berasan. Buni qanday qilib penalti deb hisoblash mumkin? Men u yerda yetarlicha asos ko'rmayapman. Faqatgina kontakt qidirgan.
o'zini yerga tashlagan va buning evaziga mukofotlangan futbolchini ko'ryapman xolos. Agar jahon chempionatida shu ham penalti uchun yetarli bo'lsa, unda himoyachilarda hech qanday imkoniyat qolmabdi. Paragvayliklar o'zlarini nohaqlik qurboni deb hisoblashga to'la haqli, degan Roy Kin. Ma'lumot uchun, Fransiya Paragvay bahsida Kilian Mbappening penaltidan kiritgan yagona goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi. Uchrashuv davomida paragvayliklar o'yinni o'ldirish uchun futbol qoidalariga zid bo'lgan har qanday usuldan, raqibni tepish, yuziga urish, provokatsiya va haqoratlardan foydalanishganiga qaramay, Ilgiz Tantashev bironta paragvaylikka sariq kartochka ham ko'rsatmagan.